Mehmonjoylardan aylanay serialidagi obrazi bilan ko'pchilik o'zbek muxlislarining e'tiborini qozongan taniqli teatr aktrisasi Nodira Mahmudova haqida tezkor xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz o'rtasida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Nodira Mahmudova ko'pchilikka Mehmonjoylardan aylanay serialidagi obrazi hamda Qadam, Gunoh filmlari, Zumrad va Qimmat spektakllari orqali yaxshi tanish. U YouTube kanalidagi Showkuzga bergan intervyusida bir filmda xonanda Shahzodani urgani va haqoratlagani, teatrda institutda qancha oylik olishi, 4 ta oilasi borligi haqida aytib o'tgan. E'tiboringiz markaziga uning hayoti va ijod yo'lini taqdim etamiz. Men disko klubga tez-tez borib turardim. Bir paytlar hozir oxirgi marta qachon borganimni eslay olmayman. Raqsga tushishni yaxshi ko'raman. Hozir ham talabalarim yig'ilishsa, birga borib turaman. Uni disko klub deb atay olmayman. Kafe yoki restoran bo'ladi. Umuman ovqatlanishga borganda ham stol atrofida o'tirib, to'yib ovqat yeb qaytib kelishni xohlamayman. Ovqat yegandan keyin qimirlash kerak. Raqsga tushishni uyatli joyi yo'q. Shahzoda hayoti juda ham aqlli, madaniyatli, odobli va ajoyib qiz. Unga qo'l ko'tarish u yoqda tursin, qattiq gapirgingiz ham kelmaydi. Biroq kinoda men aktrisaman. Kimningdir topshirig'ini bajaraman. Rejissyor shunaqa topshiriq bergan. U yerda urasiz degan, urganman. Shu topshiriq, biz shuni bajarganmiz xolos. Zilolaga shu yerda yig'laysan deganman, yig'lagan. U yerda o'zingiz xohlaganingizdek qila olmaysiz. Film ancha yil oldin olingan. U paytda ssenariydan chiqib ketilmas edi. U bizdan oldin aqlli insonlarning tasdig'idan o'tar edi. Har bitta so'zlarga e'tibor berishardi. Ortiqcha, senzurali so'zlarni olib tashlashar edi. Qolganini nima yozilgan bo'lsa shuni gapirganman. Men qaysidir aktyorni partnyori kutilmaganda improvizatsiya qilib urishini aktyorlik etikasidan juda uzoq deb bilaman. Bu noto'g'ri, kutilmaganda kimningdir urish xato. Bu holat unga yoqmasligi, joni og'rishi mumkin. Sahnada urishish boshqa narsalarning hammasini ayagan holda qilinadi. Itarib yuborilsa ham sekin itariladi. O'zi shunaqa qattiq itargandek yiqilib tushishi mumkin. Kinoda unaqa emas. Hamma narsa tabiiy bo'lishi kerak. Hayotda unaqa emasman. O'sha paytda shunaqa topshiriq bo'lgan. Kinodagi obrazim bir umr baxtini topmagan. Alamzada o'lib ketgan xotinni yaxshi ko'rgan inson bilan birga yashagan. Ayol sifatida uning bolasiga qarshi ishlarini qilib, yig'ilib qolgan ayolning alami haqida. Menga shunaqa taklif bo'lgan, qabul qilganman. Suratga olish jarayonlaridan keyin Shahzodadan uzr so'raganman. U hech qisi yo'q deb aytgan. Bu uning birinchi marta kinoga tushishi emas edi. Menda hamma narsa bittadan. Butun umrim davomida bitta ishxonam, bitta turmush o'rtog'im. 26-sentyabrda ular bilan to'yimizga 35 yil bo'ldi. To'yingizga 35 yil bo'ldi, lekin oilangiz 4 tami deb ko'p savol berishadi. Bitta o'g'lim, bitta kelinim, bitta nevaram bor. Yaxshi narsa ko'p bo'lmaydi deb hammasini bitta-bittadan qilaman. Institutda men shartnoma bo'yicha yarim stavkada ishlayman. Hozircha katta o'qituvchiman. Yangi o'quv yilidan dotsentlikka topshiryapman. O'sha paytgacha 2 million oylik olaman. Teatrda esa 5 million oylik olaman. Bitta aqlli inson aytgan ekan, yoki ko'p pul topishing kerak, yoki xaridlaringni kamaytirishing kerak deb men ikkinchi yo'lni tanlaganman. Qirol Lir spektaklda sahna ochilib, polning tagidan chiqadigan joyim bor. Shunaqa sahna bor edi. Polning tagidan chiqar edik. Sahnada ko'zga chiroq tushgan vaqtda hech narsa ko'rinmaydi. Men ham gapirib yurib kelayotgan edim. Yom ochiq turgani esimda yo'q. Uni ko'rganim ham yo'q. Keyin zal xavotirli, shubhali, jimjitlik bo'lib qoldi. Nimaga bunaqa jim bo'lib qolishdi deb o'yladim, lekin gapirayotgan paytimda unaqa jim bo'lib qolish kerak emasdi. Keyin ko'zimni qiri bilan pastga qarasam, yamaning chetida turgan ekanman. Pastga tushib ketmaganman, yamaning chetida turibman. Yana bitta qadam qo'ysam, pastga tushib ketardim. Odamlarning jim bo'lib qolgani shubhali bo'ldi. Oyog'im tagiga qarasam, hattoki tuflimning uchi havoda turibdi. Yana yurishim kerak edi. Zaldagi holatdan sezib qolganman. Aktyor ko'p sahnaga chiqsa, sahnani yaxshi bilib qoladi. Uchqun Tillayev bilan Spitamen spektaklda rol o'ynayotgan vaqtimda qo'limni qilich kesib ketgan. Qilich alyuminiydan qilingan edi. Baribir bir-biriga urilgan, metallardan qilingan.
keyin bir-biriga urilganda u arraga o'xshab qolgan. Shunaqa joyi bor edi. Men qilichni tig'i tomondan ushlab berardim. Uchqun hech qachon qo'limdan tortib olmagan edi. O'shanda nimadir bo'ldi-yu, qo'limni ochiqcha ulgurmasimdan tortib oldi. Keyin qo'limni tirs-tirs qilib yirtib ketdi. Qo'limdan har doim qizil sharf yurar edi. Sharfni u qo'limdan bu qo'limga oldim. Keyin esa sahnadan chiqish payti bor edi. Sezyapman, shifonli sharf suv olmaydi. Ho'l bo'la boshladi. Qon chiqayotganini hali ham to'xtamaganini sezdim va gapirib chiqib ketdim. Keyin kostyumchilarning oldiga bordim. Kiyim almashtirish kerak edi. Sharfni oldim. Egnimga oq ko'ylak bor edi. Yaxshi ham sharf qizil edi. Kostyumerlarimiz qonmi deb qo'rqib ketdi. Chandiq bo'lib tuzalgan. Uchqunning o'zi ham buni sezmagan. Unga aytsam o'zi ham hayron qolgan. Bunaqa vaziyatlar bo'lib turadi san'at olamida. Konfetkalar bilan ishlashda qiynalganman. Rol shunaqa narsa. Hamma narsa bitta insonga bog'liq emas. Biz institutda o'qigan vaqtimizda partnyorga ishlashni o'rgatishgan. Bu obrazga bog'lab aytganda tennis o'ynagandek gap. Partnyorga to'pni otsa, u o'shani qaytarib berish kerak. Bir inson to'pni otsa-da, nargisi o'ynab olsa, o'yin buziladi. Nima bo'layotganini inson tushunmay qoladi. Kinoda ham bir aktyor holatni beradi, boshqasi uni ortiqchasi bilan qaytaradi. Bersa-yu qaytmasa, bu professional aktyor uchun juda qiyin holat. Yoki ko'ziga qarab gapirganda ko'zi o'lik bo'ladi. Bir paytlar bu narsa juda ko'p edi. Hozir sal bo'lsa ham kamaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda aktyorlar aktyorligini qilsin, boshqa odamlar o'ynamasin deb ko'p gapirishyapti. Hozir rejissyorlar aksincha professionallarni yig'ishga harakat qiladi. Dadam infarkt bo'ldi. 3 martadan keyin yurak bardosh bermaydi. Menga og'irlashib qoldi deb qo'ng'iroq qilishdi. O'sha paytda ham institutda darsda o'tirgan edim. Jadvalga qarasam, ertasi kuni spektaklim bor ekan. Dublyorim yo'q edi. Keyin qo'ng'iroq qilib, o'zgartirsa bo'ladimi, men darhol ketishim kerak deb so'radim. O'sha kuni esa biz chet elliklarga o'ynashimiz kerak ekan. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. O'zgartirish muammo bo'ladi. Ertasi kuni kechqurun qoldim. O'ynamasdan keta olmas edim. Spektakldan keyin ertalab yo'lga chiqib ketdim. Bordim, yotgan edilar. Oldilarida o'tirib qaytib keldim. Chunki indinga yana spektaklim bor edi. O'sha paytda spektakllar ko'p bo'lar edi. Yaxshi bo'lib oyoqqa turib ketdilar. Adashmasam sentyabr oyi yoki oktyabr oyi edi. Qishda yo'llar yopiq bo'ladi, yurilmaydi. Bahor keldi, mart, aprel. Telefonda gaplashib turgandim. Ahvollari yaxshi edi. Mayga o'tganidan keyin birdan ta'tilga boraman. 2-3 kunga emas, 2-3 hafta turib kelaman dedim. 2013-yilning 9-mayda spektaklda rol o'ynab turibman. Singlim yig'lab, dadam o'tib qoldilar deb telefon qildi. Yana bitta sahnam bor edi. Sahnaga chiqdim. Spektakl tugagandan keyin dadam o'tib qoldilar. Men ketaman dedim. Lekin nimaga yo'l ochilgandan keyin bormadim deb o'yladim. Mayli, martda sel kelib yo'llar yaxshi bo'lmaydi. Nimaga aprelda bormadim dedim. Bandaman, imtihon yaqin, lekin fakt men bora olmadim. Keyinchalik o'zimni koyidim, bora olmadim deb. Oyoqqa turib ketdilar, hali yaxshidilar deb o'yladim. O'sha oxirgi gaplashganimizda men mashina haydashga o'qiyotgan edim. Ularga ham hali sizni mashinamda aylantirib yuraman deb gapirdim. Keyin esa janozalariga mashinada bordim. Shu narsani amalga oshira olmadim. Buni xato deb inobatga oladigan bo'lsak, men sharoitdan ustun kela olmadim. Ishga qo'l siltab, 3 kun ham bormasam bo'lardi-ku, dedim. Afsuslandim, noto'g'ri deb hisobladim, qiynaldim deydi. Aktrisa o'zining otasi haqida aytgan gaplarini eslar ekan, ko'zlarida yosh bilan. Hurmatli tomoshabin, videorolikimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.